Ko'rib turgan imoratinglar qancha mustahkam bo'lishidan qat'iy nazar, baribir 25 yil 30 yildan keyin buziladi. Sababini aytaman. Bu imorat egasini farzand yoki nabirasi albatta bu imoratni buzadi. Ya'ni 20 yil 30 yildan keyin insonlarning talab taklifi, qulayliklar, shart-sharoitlar, ya'ni loyihalar, imoratning ko'rinishi zamon talabiga moslashgan holatda o'zgarib boraveradi. Endi men bu gapim bilan nima demoqchiman? Hozirgi kunda, ya'ni 20 yilga yoki 25 yilga ko'pi bilan yetadigan loyiha qilib, imoratning mustahkamligi shunga yarasha qursanglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Sababi bu baribir erta-indin buzilgandan keyin ketgan xarajat, qilingan remont hammasi xabata bo'lib ketadi. Endi men nima demoqchiman? Ko'pchilik videolarni ko'ramiz, imoratni oddiygina shu kolonna rigellariga ham 25 lik, 28 lik, ba'zi holatlarda ko'rdim 32 lik armatura, ya'ni domga ishlatilgan armaturalarni, betonni markalari 350, 400, 600 markali betonlardan foydalanishyapti. Ya'ni imoratni baribir 25 yil 30 yildan keyin buzilib ketgandan keyin siz asosiy e'tiboringizni ketayotgan rasxodlaringizni imoratni qurishga emas, o'sha pulingizni oilangiz bilan ichga kirib maza qilib yashash shart-sharoitlarini hisobga olsangiz yaxshi bo'lardi. Sababini aytaman, hozirgi imoratlarimiz ham, biza qurayotgan imoratlarimiz albatta 100 yil, 150 yilga bemalol yetadi. Lekin siz uncha yashamaysiz va 20 yildan keyin zamon talab takliflar o'zgargani hisobiga bu imorat o'rniga buzilib, boshqa yangisi qadroslanganligi uchun siz ortiqcha materiallarga rasxod qilishingiz bu mantiqqa umuman to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun hozirgi zamon talabiga mos ravishda uy qurishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Salomat bo'linglar.